Jarimangiz bo'lsa, faqatgina birgina holatda avtomashinangiz jarima maydonchasiga qo'yilishi mumkin. Ya'ni yo'l harakati xavfsizligi rahbarining aynan sizni avtomashinangizni jarima maydonchasiga qo'yish haqidagi yozma ko'rsatmasi bo'lishi shart. Bu nimani anglatadi? Misol uchun siz 60 kun muddatda jarimani to'lashingiz kerak, bu muddatda to'lamadingiz. Ushbu muddatda sizning jarimangizni undiruv choralari majburiy ijroga yuboriladi. Majburiy ijro ham sizdan jarimani undira olmayapti va avtomashinangizga taqiq qo'yilgan. Shunda majburiy ijro byurosi xodimi yoki rahbari yo'l harakati xavfsizligiga ariza bilan murojaat qiladi. Aynan mana shu avtomashinani ushlaganingizda jarima maydonchasiga qo'yishingizni so'rayman. Shundan so'ng yo'l harakati xavfsizligi rahbari xodimlariga yozma ko'rsatma beradiki, mana shu avtomashinani ushlaganda jarima maydonchasiga qo'yilishi kerak degan yozma ko'rsatma bo'lishi kerak. Ya'ni mana shunday yozma ko'rsatma mavjud bo'lgandagina sizning avtomashinangiz jarima maydonchasiga qo'yilishi mumkin. Boshqa holatlarda, ya'ni og'zaki ko'rsatma bo'ldi, bizga shunday topshiriq bo'ldi deb avtomashinangizni jarima maydonchasiga qo'yilishi mumkin emas. Agar mana shunday holatdagina qo'yilayotgan bo'lsa, bu qonun normalariga zid hisoblanadi.